Allohga qasam, agar Qur'on butun dunyo ergashadigan dastur bo'lganda edi, biz sudlardan adolat kutmagan bo'lar edik. Chunki Qur'onning o'zi adolat. Allohga qasam, bu uyat Valid ibn Mughira Qur'onni eshitgan bo'lsa ham kofir holda vafot etgan uyat. Abu Jahl ham Qur'onni eshitib iymon keltirmasdan vafot etdi. Najjoshi ham Qur'onni eshitdi. Hattoki mushriklar ham Qur'onni eshitishdi va ularga ta'sir qildi. Lekin siz va men tug'ilganimizdan beri musulmon bo'lishimizga qaramasdan biz Qur'onni eshitamiz, lekin u bizga ta'sir qilmaydi. Biz Qur'ondan hech narsa bilmaymiz. Biz uni shunchaki oddiy tovush kabi eshitamiz. Qur'onni tadabbur qilish kerak. Qur'onni tushunish kerak. Allohga qasam ichaman, agar sud zallarimizda Qur'on hukm qilsa, adolat o'rnatiladi. Agar Qur'on kasalxonalarimizda joriy qilinsa, bemorlar shifo topadi. Agar odamlarning kelishmovchiliklari Qur'on bilan hal qilinsa, butun dunyoda adolat va haq o'rnashadi. Agar oilamizdagi muammolar Qur'on orqali hal qilinsa, oilamizda sakinat, muhabbat, hurmat va fayz paydo bo'ladi. Allohga qasam, agar Qur'on butun dunyo ergashadigan dastur bo'lganda edi, biz sudlardan adolat kutmagan bo'lar edik. Chunki Qur'onning o'zi adolat.